Ichingiz qotadimi? O'tingiz yaxshi ishlayaptimi? Hazm tizimi yomonmi? Badaningiz shishgan, atyoklaringiz bormi? Qatiq yeyapman, uzr. Bismillah. Kechki ovqatim. O'lmaysiz. Tushundingizmi? O'lmaysiz. Arpani qaynatib iching. Buyrakda tosh bo'ladimi? Yuqori davlenyangiz yuqorimi? Sahrni, diabetingiz bormi? U sharoitida bepul. Arpani qaynatib iching, baraka topkur arpani. Xudoya. Tushundingizmi? Undan keyin ichargingizda yarangiz bo'ladimi? Voy qiling shuni. Arpani qaynatib iching. Bir shunchasini boring bir 2 litr, 3 litrga bir yarim soat, 1 soat pas olovda qaynating. Shuni qiling. Hop deng. Nafs tuting lekin aytib qo'ying. Mana kechqurun menga o'xshab salating qatiq bilan. Shuni qiling. Xudo haqqi. Sizlarga va'da beramanki, mana shuncha kasallikdan qutulasiz. Ishoning. Non, go'sht, shirinlikni yemang. Shuni qiling. Iching mana shuni, iching. Xo'p, dedingizmi? Bo'pti. Boring qiling.